Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir mana bu ikki kontaktli boylerlarga qo'yiladigan termostatlarni ishlash prinsiplari qanaqa qilib qo'yiladi va qanaqa vazifalarni bajaradi, o'shalarni bir qator tushuntirib o'tmoqchiman. Hozir kasbdoshlarimizdan shunaqa bir savol tushdi-da. Shuning uchun hozir bitta video rolik qilishni ma'qul bildim. Uchun hozir sizlarga aytib o'taman. Xullas, mana bu ikki kontaktli boylerlarga qo'yiladigan termostatlar. Mana bu основной termostat, gradusini regulировка qiladigan. Mana bu esa datchik перегрева desa ham bo'ladi. Bu kotyolni qaynab ketishini, kotyol debman, uzrli, boylerni qaynab ketishini oldini oladigan datchiki bo'ladi. Bu ikkitasi bittada qo'yiladi-da. Bu narsa qo'yilgandan keyin bu ham qo'yiladi. Bu 80 gradusda qachonki ajratmay qolsa, bu 95 gradusda 220 volt kelib turganini uzib yuboradi-da. Buni o'zi mana bu klemmasiga, bittasiga faza, bittasiga 0 ulanadi. Bundan keyin bunga ulanadi-da. Bu ishlamay qolsa, o'zimni praktikamda bo'lganda bu narsa, bu ishlamay qolsa, bu ajratib yuboradi. Relay temperaturi deyiladi-da bu. Ya'ni предохранительный relay 95 gradusda bu. Bu ajratish diapazoni 95 gradusda ajratadi. Ajratgan payti mana bu yerda qora knopkachasi bor. Adashmanglar-da. Shu ko'p boylerlar ishlamay qoladi. Ishlamay qolgan payti вообще svetlari ham yonmay qoladi. Umuman suvni ham qizdirmaydi. Nimaga desa, bu 220 voltni uzib qo'yibdi mana bu tendan. Mana bu termostatdan, mana bu ten. Keyin buni birinchi ochib ko'rgan payti mana shu yerga e'tibor bering-da. Mana bu knopkachasi, qora knopka bu yoqqa chiqib qoladi. Bu obratni o'zi qaytmaydi hech qachon. Buni obratni bosib qo'yish kerak. Ana shundan keyin bu ishga tushadi. Ishga tushgandan keyin bu 220 volt termostatga beradi. Termostat ko'rsatilgan, bunga berilgan ko'rsatkich 50-60 gradusni chiqarish uchun tenga tok beradi. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Tenni tanlashda adashmanglarda. O'zbekiston sharoitimizda kitayskiy tenlar juda ko'p. O'sha kitayskiy tenlarni qo'yib muammolar bo'lyapti meni o'zimda. Meni o'zimda bir 4-5 marta muammo bo'ldi. Mana shu bitta muammo bo'ldi. Mana bu yeridan suv o'tkazyapti-da. Bu yerdan suv o'tib, mana bu yerdagi klemmalariga tegib, kotyoldan suv boylerdan suv oqyapti. Ya'ni aristondan. Keyin yana bir holatlarda mana bu o'rtadagi trubkachasi bor-ku, mana bu termopora unga tiqiladi. Ikkitasini ham termoporasi ketma-ketlikda tiqiladi. Bu birinchi kiradi, ketidan bu kiradi. Daqansa mana buni uchiga kelguncha tiqish kerak. Keyin faqatgina kitayskiy tenlarda menda shunaqa muammo uchradi. Mana shu temiri bor-ku, mana shu temirda ignani uchiday teshigi bor ekan. Shu o'rtasidan mana bu yerdagi teshigidan suv kelgandi-da, mana bu yerdan. Bu kitayskiy tenda. Original italyanskiy ten olsangizlar, inshaalloh sizlarda bunaqa nimalar, problemalar bo'lmaydi. Keyin e'tibor qiling yana bir narsaga. Tenni sotib olgani borgan payti agar sizda ikki kontaktli, ya'ni bu ham bo'ladigan bo'lsa boylerda, demak siz mana bu teshikchasiga e'tibor qilasiz. Tenni sotib olgani borgan payti. Nimaga desa, bu bittalik termostat uchun mana bu tenni o'zi, hozir bu tenni o'zi, bularga ulanadigan ten yo'q menda hozir наличиеda.
Mana bu teshikchasiga e'tibor qilasizlar. Mana bu teshikchasiga. Bu teshikchasi kichkinada, bu bittalik termostat uchun moslashgan. Agar ikkitalik termostat, ikkita kontaktli termostatli bo'ladigan bo'lsa, mana bu trubkachasi sal kattaroq bo'ladi. Nimaga desa, bularning ikkitasini mana bu simchasi sig'may qoladi-da. Ketma-ket tiqqan payti ham sig'may qoladi. Shuning uchun mana shu yerga ham e'tibor qilib olinglar. Keyin yana bugun menga bitta savol bo'ldi. Qanaqa qilib, bitta savol bo'ldi. Boiler suvni qizdirmayapti, lekin ishlayapti degan savol tushdi-da. Bu mana bu termostatdan bo'ladi. Bunga вообще umuman daxli yo'q. Mana bu termostatdan bo'ladi. Bu termostatlar aksariyat hollarda o'sha zavodskoy ligirovkasi yaxshi chiqmaydi-da. Shu yaxshi chiqmaganligi uchun sizga kerakli ko'rsatkichga buni do konca burab oxirigacha olib borib qo'ygan payti 80 ni berish kerak. U 80 ni bermaydi. U где-то bir 30 gradus ashunani beradi-da. Xato ligirovka qilingan bo'lsa o'sha zavodskoy. Meni praktikamda bu narsalar ham uchragan. Buni ligirovka qilishning varianti bor. Mana shuni 0 ilik holatda qo'yasizlar. Buni o'ngga burasangizlar termostat qo'shadi. Buni chapga burab, oxirigacha burab qo'yasizlarda, mana bu yerini yana chapga buraysizlar. Tagida buraydigan boltday nimasi bor? Shaybasi bor. Mana shu shaybani bu yoqqa qarab burasangizlar, sizda buni termostatni qo'shadigan diapazoni o'zgaradi. U ertaroq qo'sha boshlaydi-da. Ertaroq qo'sha boshlagandan keyin sizda qizdirish uchun beriladigan buyruq diapazoni kattayadi. Buni lekin meni maslahatim ko'p buravormanglar. Jijja burab 2 soat kutish kerak boilerni qo'shib, yana jijja burab, yana 2 soat kutish kerak boilerni. Birinchi buraganda qanaqa ko'rsatkich beradi? Boilerni 1 2 3 4 diapazondagi ligirovka graduslari tuziladigan knopkasini buragan payti o'shani o'rtasiga qo'yib qo'ying-da. 2 ga yoki 2,5 ga qo'yib qo'ysangizlar, bir xil holatlarda eko variantga qo'yib qo'ysangizlar, shu qo'l pishar pishmas suv bergan payti to'xtatasizlar. Bitta buraganda ko'p holatlarda bitta buraganda ish beradi. Mana bu bunday turibdi-ku, mana bu qirrasi. Bu qirrani buragan payti bu yoqqa qaratib qo'yinglar birinchisi. Keyin ishlatib ko'ringlar o'rta me'yorda. Agar normalniy qilsa bo'ldi, ligirovka joyida. Keyin agar normalniy diapazon issiqlik bermasa, buni yana jijja buraysizlar. Yana shu chap tarafga buraysizlar. Mana bu tagini buraysizlar. Buni emas, tagini buni 0 da qo'yib, tagini buraysizlar. Bilinglarda qancha buralganini, qancha nima qilganini. Lekin o'ng tarafga buramanglar. O'ng tarafga burasangizlar, bu adashasizlar. Yana u qizdirmay qoladigan bo'ladi. Ana shunaqa. Keyin agar bularni ish prinsiplariga keladigan bo'lsak, boshida aytib o'tganimday, bu gradusni ligirovka qiladi. Bu qachonki kotyol, yana kotyol dedim. O'zim kotyol remont qilaman, boilerlarni ham remont qilaman. Shuning uchun uzrli kotyol devoryapman. Boiler ga berilgan zadaniya 60-70 gradus bo'lsa, bir xil holatlarda bunga suv to'kilib ketadi, bir xil holatlarda bu yerda kondensat paydo bo'lib, mana bu termostat ishdan chiqadi. Ishdan chiqqan payti bu uzmaydi. Bir xil holatlarda uzib qoladi, bir xil holatlarda uzmay qoladi. 220 da ajratmaydi-da, boiler qiza boshlaydi, qaynab ketadigan darajaga kelgan payti 95 gradusda mana bu предохранительный termostat ishga tushadi-da, bu 220 voltni uzadi. Boiler qaynab yorilib ketmasligi uchun. Lekin bittalik termostatli boilerlarda bunaqa nima предохранительный termostat yo'q, bir xil xillarda. Ana bu knopkachasi tepaga chiqadi, bosasizlar, обратный, bu yana ishga tushadi, bu yoqqa beradi. Demak, bu narsa bu
o'zi qachon knopkachasi tepaga chiqib bu ajratadi. Qachonki bu ishlamay qolsa. Shuni esingizda tutinglarda. Mana shu knopkachasini bosasizlar va buni almashtirasizlar. Agar tenga keladigan bo'lsa, tenni ham agar tekshirib ko'rasizlar testerda, bu ham shu YouTube kanalimda bor, izlasangizlar topasizlar. Tenni tekshirish, qanaqa qilib tekshirish kerak. Ten ham kuygan bo'lsa, buni ham almashtirib yuborasizlar. Mana keyin Xudo xohlasa inshaalloh shu bilan ishlab ketadi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Videom yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman.